Hamisha o'qib yuriladigan duolar. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ko'p qilib yuradigan duolari: Allohumma atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar edi. Ma'nosi: Parvardigoro, bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato qil, oxiratda ham yaxshilik ato et va bizni do'zax azobidan asra. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: Allohumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa val-afofa val-ghina deb aytardilar. Ma'nosi: Allohim, sendan hidoyat, taqvo, iffat va boylik so'rayman. Imom Muslim rivoyati. Abdulloh ibn Amr ibn Os roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Allohumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika deb aytardilar. Ma'nosi: Ey qalblarni burib qo'yuvchi Allohim, qalbimizni toatingga burib qo'ygin. Imom Muslim rivoyati. Abdulloh ibn Amr ibn Os roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallamga: menga bir duo o'rgatingki, u bilan namozimda iltijo qilayin deganlarida, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Allohumma inni zolamtu nafsi zulman kasiron va la yaghfiru zunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal g'afurur rahim deb aytdilar. Ma'nosi: Allohim, men nafsimga ko'p zulm qildim. Gunohlarni sendan boshqasi kechira olmaydi. O'zingning huzuringdan bo'lgan mag'firat ila meni kechirgin va menga rahim qilgin. Albatta sen kechiruvchi, rahimli zotsan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir arobiy kelib: Ey Allohning rasuli, menga bir kalom o'rgatingki, uni aytib yurayin deganda, u zot: La ilaha illallohu vahdahu la sharika lahu Allohu akbar kabiron valhamdulillahi kaseeron subhanallohi robbil alamin la havla va la quvvata illa billahil azizil hakim. Ma'nosi: yakka Allohdan boshqa iloh yo'q, uning sherigi ham yo'q. Alloh ulug'larning ulug'idir. Allohga ko'p hamd bo'lsin. Olamlar Robbi Allohni poklab yod eturman. Hakim, aziz sifatli Allohdan boshqa biror o'zgartiruvchi ham, quvvat ham yo'q deb aytdilar. Arobiy: bular Robbim uchundir, men uchun esa nima deganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Allohumma ighfirli varhamni wahdini warzuqni va afini deb aytdilar. Ma'nosi: Allohim, meni mag'firat qil, menga rahim qil, meni hidoyat et, meni rizqlantir va ofiyatda qil. Imom Muslim rivoyati. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu kalimalar bilan duo qilardilar. Allohumma inni a'udzu bika min fitnatin nari va azabin nar va min sharril ghina wal faqri. Allohim, do'zax fitnasidan, do'zax azobidan, boylik va kambag'allik yomonliklaridan sening noming ila panoh tilayman. Abu Dovud, Termiziy, Nasoiy va Ibn Mojalar sahih isnod bilan rivoyat qilishgan. Shahr ibn Xushab roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bu zot Ummu Salama roziyallohu anhuga: Ey mu'minlar onasi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
sizning huzuringizda bo'lganlarda eng ko'p qiladigan duolari qaysi edi deganlarda Ummu Salama roziyallohu anha ko'p duolari ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik edi dedilar. Ma'nosi: ey qalblarni o'zgartiruvchi, qalbimni diningga sobit qil. Imom Termiziy rivoyati.